دوستان عزیز در کنار قهرمان افغانستان قرار داریم، جناب حاجی غلام رسول حیدری از شهر انخوی زیبا. سلام علیکم. سلام علیکم. قهرمانimiz yaxshi bormisiz? Shukr. Salomat baxayr bo'ling. Xush kelibsiz Sirojiddinjonda to'yiga. Tashakkur, sog' bo'ling, salomat bo'ling, xush bo'ling. Qurboniz baxayr. Mashallah ko'raman, omadai fikr qiling, omadai muborazadagi maydonga chiqmoqchini. Bali, va. Qurboniz baxayr bo'ling. Anqo'ydan hozir kelishingizni, shu kecha keldingizmi Anqo'ydan yo vaqtdan kelib edingizmi? Anqo'ydan bizlar shamroq keldik. Shom harakat qildik. Har joy to'rnament ketsa shamroq keladi. Mashallah. To'yga ne raqam? Sizdan paziroi bo'ldimi inshaalloh? Shukr, alhamdulillah, men mardimdan xush, har joy borsa paziroi qiladilar. Mashallah. Bu kecha kimni muqobiliga musobaqa berasiz siz? Shuna Boz Muhammad Turkman. Bozmat Turkman. Ba'zi kunlari juma deydi muxi. Mashallah, mashallah. Bu kecha hay mutmainsiz dars keldi o'zingizdan qilasiz inshaalloh. Ba'zi pishmini bo'lmaydi. Inshaalloh qo'shqirov Xudo mehribon. Endi masalan qancha e'timod bilan nafsiz bor, manzurim bu edi. İnşallah tim havalarımızda yeltaman deb arzum bor. Hamma shu palamonlar, varishkorlar yeltaman deb chiqadi maydonga, ya'ni. Hammasi yeltaman deb chiqadi. Hech kim boy beraman deb. Ko'p yaxshi, inshaalloh men sizga yaxshi chans tilayman. Inshaallohga muvaffaq bo'ling. Tamom tarafdorlaringizga, Afg'onistonga biron shirin so'zingiz bo'lsa-ki, tarafdorlaringizga yetishtirsak Bedel Media tarafidan. Tashakkur, sog' bo'ling. Sizdan ham ko'pdan ko'p tashakkur va mardimlar ham har joydagi bo'lsa-ki tashviq qiladilar. Duoda biladilar, ko'pdan ko'p xona savol. Qurboniz baynona bir qahramon javonlarga-ki varzish qiladi, nima tavsiyangiz bor? Javonlarga tavsiyam shuki, hamisha vardishda bo'lsalar, bir shavq bo'lsa insonda va mavod muxaddir narsalardan uzoq saqlashi yaxshi bo'ladi. Vardish bo'lsa inson. Aytaman, tilingizga sadqa. Salomat. Inshaalloh muvaffaqiyatli tilaymiz. Tashakkur. Omon qoling.